Yana bitta idealniy uyimiz tayyor bo'ldi. O'rtoqlar, Chilonzor 1-kvartal, shundoq Pionerskiy ko'chada yo'l yuzida joylashgan 2 xona 3 xona qilgan uyimizni qaranglar. Bu spalniy xonaning общий ko'rinishi ko'ryapsizlar, mebel, texnika, xullas hammasi yap-yangi holatda turibdi. Smart televizorlargacha bor. Chiqishinglardan zal, mana ko'ryapsizlar, yumshoq mebel deysizlarmi, smart televizor, Wi-Fi router, xullas hamma sharoit bor. Bu yoq tomonda oxirida ko'rsataman. Qaranglar, bu yerda yana bitta kichkina xonamiz, ya'ni bolajonlarning xonasi, bu yerda ham hamma komplektatsiyasi bor. Endi asosiysini qaranglar. Bu yoq tomon balkon qismi, balkon tomonga o'tishda mana shunaqa раздвижной стеклянный eshik qo'yilgan. Ya'ni masjidda turib ovqat qilganingizda hidi ichkariga urmaslik uchun qo'yilgan. Bu kuxnyaning hozirgi holati. Ko'ryapsizlar, hammasi puxta o'ylangan va chiroyli, sifatli narsalar ishlatilgan. Bu esa dvorni ko'rinishi, qaranglar, pastda detskiy plashatkalargacha bor. Bemalol mazza qilib yashasanglar ham bo'ladi, shunda arendaga berib qo'ysanglar, normalniy pul kelib turadi. Podyezddan kirish qismi, kirishinglardan o'ng tomonda sanuzel. Bu sanuzelning ko'rinishi, qaranglar, sanuzel совмещен. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsa, $79.500 so'rovimiz ozroqgina kelishadigan joyi bor. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.